Yangi O'zbekiston gender tenglik siyosati. Yangi O'zbekistonning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hamda ma'naviy hayotida xotin-qizlarning ishtiroki tobora kengayib bormoqda. Sohaga doir xalqaro standartlarga mos milliy qonunchilik bazasi takomillashtirildi. Xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dastur 2030-yilga qadar mo'ljallangan gender tenglikka erishish strategiyasi qabul qilindi. Qonunchilikka normativ-huquqiy hujjatlarni gender ekspertizadan o'tkazish, genderga asoslangan milliy byudjetni qabul qilish, gender audit kabi tushunchalar kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi tuzildi. Xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, oila institutini har tomonlama mustahkamlash bo'yicha eng quyi bo'g'in mahalla va xonadongacha kirib boradigan vertikal tizim yaratildi. Mahallalarda xotin-qizlar faoli lavozimi joriy etildi va unga davlat xizmatchisi maqomi berildi. Ayollar mehnati to'liq yoki qisman qo'llanilishi taqiqlanadigan mehnat sharoiti noqulay bo'lgan ishlar ro'yxati bekor qilindi. Oila kodeksida nikoh yoshi ayol va erkaklar uchun 18 yosh belgilandi. Siyosiy partiyalar tomonidan deputatlikka ko'rsatilayotgan nomzodlarning kamida 40% yoki har 5 nafardan 2 nafari ayol kishi bo'lishi zarurligi qonunchilikda mustahkamlab qo'yildi. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni davlat himoyasiga olish, himoya orderi berish mexanizmi yaratildi. Aholiga ijtimoiy, psixologik va huquqiy yordamlarni ko'rsatuvchi inson markazlari tashkil qilindi. O'zbekiston parlamenti yuqori va quyi palatalari, mahalliy kengash deputatlar tarkibida, ijro organlarida rahbar ayollar soni ortib bormoqda. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 2017-yildagi 27% dan 35% ga yetdi. Rahbar xotin-qizlarni tayyorlash bo'yicha rahbar ayollar maktabi kurslari tashkil etildi. Ayol rahbarlarning yangi avlodini shakllantirishda ta'limga birlamchi omil sifatida qaralib, xotin-qizlarga ta'lim, ilm-fan bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Imtiyozli kreditlar, maxsus kvotalar ajratildi. Magistraturada o'qiydigan qizlarning kontrakt to'lovlari to'liq davlat byudjetidan qoplab berilmoqda. Islohotlar natijasi o'laroq oliy ta'limdagi talabalar orasida xotin-qizlarning ulushi 50% dan oshdi. Ayollar raqamli iqtisodiyot, informatsion texnologiyalar kabi ilg'or sohalarga faol kirib keldi. Zotan ayol baxtli bo'lsa, hayot rangin, turmush farovon bo'ladi.